kelajakdagi rejalaringiz. Kelajak deganda u 10-15 yil emasmi? 5 yilda olsa Alloh, endi o'zingizni plan qilib qo'ygan ishlaringiz qanaqa? Maqsadlarim bor, niyatlarim bor. Shu avvalambor shu chet elda ular bilan совместно operatsiya qilish. Hozir dekan topib qo'ydim Fransiyaga. 1 oylik kursga yozib ham qo'ydim. Dekabr deyishyapti, lekin men hali aniqlashtirmadim. Ular bilan совместно operatsiya qilish hozir katta anaqamiz, planimizda. Birga bitta operatsiya совместно qilish, asosan Yevropa bilan. O'shaning ustida hozir ishlayapman. Lekin ilmiy ishga ham harakat qilaman, o'sha quloq temasida, quloq pardasini yamash mavzusida ilmiy ishga harakat qilaman. Menimcha yarim yillarda boshlasam kerak, tasdiqlansa kerak meni ham mavzuyim. Yana bitta yangiligimiz o'sha yaqin kelajakda o'sha klinikani kattatirish niyatimiz bor. Ya'ni o'sha bemorlarga qulay bo'lsin deb, komfort, yaxshi joydan komfort qilib klinika kengaymoqchi, xudo xolasa. Chunki shogirdlar ham ko'paydi, shogirdlar ham yetib chiqdi. Bemalol operatsiya qilyapti o'zlarining operatsiyalarini. Viloyatlarda ham ochish niyatimiz bor. Bitta ochganmiz, sababi bor. Shahar ochganmiz. Alhamdulillah juda ham o'tda ham bemalol minnatdor. Judayam ko'p operatsiya bo'ladi o'tda ham. Shunasi bitta o'zim borolmayman. Bitta o'zim yetmaydi kuchim. 4ta boraman operatsiya qilishga. Hammamiz operatsiya qilamiz. Bir borganda deyman-da. Ko'p juda ham operatsiya bemorlarga. Balkim bizani rezultatimiz yaxshi bo'lganga o'tda ham ko'p bo'layotgandir bemorlar. Alhamdulillah, lekin har bittasi 98%, 9% rozi, minnatdor, xursand ketadi klinikadan.